Nivea Black and White teri va hiddan ishonchli himoya qiladi. Kiyimda dog' qoldirmaydi va matoni shikastlamaydi. Yevropada ishlab chiqarilgan. Bugun biz O'zbekistonda eng katta parkda qo'llanma olamiz. Let's go! Bu o'yinni bolaligimizda hamma o'ynagan deb o'ylayman. 11 ta ishtirokchi qochadi, 2 odam esa qo'vilaydi. Va men bugun bitta o'zim qo'llamayman. Men bilan Islom Abdujabborov. Oh my god. Hech kim qochib keta olmaydi bizdan bugun. Let's go. Endi esa ishtirokchilarni ko'rsatamiz. Yetishtirganlar bu meni obunachilarim. Men bu akamni ikkinchi kanalga chaqirdim. Sochingizni bitta ko'rsatib oling. Mana shu kontentni ko'rish uchun ikkinchi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Opma, bularni esa Telegram kanalidan topib oldim. Ko'rganinglardek, sportivniy tez odamlarni chaqirdi. Bizdan qochib ketishga 30 sekund beraman. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Videoni ko'rmasdan hozirgina kommentariyada yozib yuboringlar. Biz esa boshladik. 1, 2, 3 ketdi 30 sekund. Просто пешком yuramiz. Razminka bitta. Hop, rostdan razminka umuman qilmadi-da. Ras. Biz esa o'yinni boshladik. Omad, na brat. 1, 2, 3 ketdi. Подписчикni tutamiz. Birinchi bo'lib. Подписчикlar qani? Tutdim. Добрый qani? Mavni qara endi, mavni qara. Nice! Bittani topdi jigarlar. А так yugurish qiziq emas, короче, если jim контент bo'ladi, вот меня сразу зовите. Сейчас ozgina. Jim content. Ой-ой-ой. Ой-ой, Сибари. Как будет на узбекском? Мне очень грустно. Ман juda кайф. Подожди. Кайфiyat вообще yo'q. Man 1 metr 70 santimetr Baburilo, великан, 3 метр Абдужаборов, футболист. Вообще, какие шансы могут быть? А так, по-любому, Muhastik yutadi. 100%. Vona bejit, bra. Vona. Siz yoqdan boring, men bu yoqdan ketdim. Siz yoqdan. Bo'lma, ulguraman. Ushadim. To'xtasan, to'xta. Ushadim. Qo'y, trenirovkalarda ham yugurmas. Rasovo. Babrilo nima qilyapti? Biz ko'zini oldida yugurib yuribmiz. Nari yoqda yosh bolalar quvlab yuribdi. Quvlamaydimi bizni? Issiqda, ko'rdi. Mana hamma turibdi mana shu yerda. Просто tak. Narada o'ziga o'zi yugurib yuribdi, jinniga o'xshab. Challenge. Birinchi challenge. Hozircha bizda 8 ta ishtirokchi qoldi. Ularning orasida arqon tortish bo'ladi. Komandalar random bo'yicha bo'lishadi. Lekin faqat bitta odam yutqazadi va keyingi raundni 8 kilogramm ves bilan yuguradi. 1, 2, 3. Birinchi oyog'i teganini ko'rsat. Voy, men nima dedim? Qoch, sen qoch. Siz haqor dedingiz. 100%. Endi yutqizgan 4 ta odam ikkitadan bo'lishib yana arqon tortadilar. Ularning orasida yutqizganlardan birga bir tortishadi. 1, 2, 3 ketdi. Sen gruz bilan bundan tezroq yugurasan shuni. Olsanmi? Oy, og'ri qolsanmi? Og'ri qolsanmi? Ya ishla. Mayli. Yot. Давай.
Oy oy oy, respect. Aura, bro. Ke, 50 qilamiz sen shuni. Jigarlar mana shu narsalarni endi sarama o'y taqib yuguradi. Bu yerda tushishlik uchun 8 kilogramm. Keling, brат. Ani ruki bazukaga viza. Jigarlar, bizda 8 ta ishtirokchi qoldi va biz ikkinchi lokatsiyaga o'tamiz. Bu lokatsiyada uzum tezkor paketlaridan 4 ta tarqalib qo'yilgan. Ularni kim birinchi olsa, o'yin davomida 1,5 minut uyida o'tiradi va biz uni tegmaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Nechta odamni oz tutamiz? Minimum 4 ta bu yoqda. Minimum 4 ta. 4 + 1 qilsak ham bo'ladi, chunki muhassik bor. Oy. Muhassik miysimabdilar sizlar ekan. 30 sekund beramiz. Biz esa ikkinchi lokatsiyani boshladik jigarlar. Gazni bos. Uzum tezkor. Ali bilan Isroilov yana bir bor uzum tezkor paketini ushlab olib, 1,5 minutga xavfsiz joyda dam oldilar. Xo'sh, bizda shaurma chiqibdi. Qani, bismillahir-rohmanir-rohim. Sizlar uchun Babrello shuncha harakat qilyapti, shuning uchun videoga like bosib qo'yinglar. Uzum tezkor vaqti tegdi. Uzum tezkor o'yinchilar uchun qanaqa foyda olib kelishini tushundinglar degan umiddaman. Endi men o'zimni obunachilarimga bu paket qanaqa foyda olib kelishini tushuntirib beraman. Men uzum tezkor bilan ishlayotganim uchun menga личный babu degan promokodni yaratib berdilar. Bu promokod bilan birinchi uchta zakazni 21 ming so'mdan olishingiz mumkin. Lekin siz zakazingiz 65 ming so'mdan oshiq bo'lishi kerak. Men o'ylayman juda foydali предложение bo'lyapti. Undan tashqari jahon chempionati marosimi bo'lganiga hozir yana kommentariyga yozib yuboringlar. Jahon chempionati kim yutadi? Men lishni shu paket bilan uzum tezkorning zakazini aynan uyingizgacha ham olib borib beraman, birga ko'rishamiz. Hozirgina kommentariyada g'olibni yozib qo'yinglar. Ketdi, jigarlar ketdi. Istamisiz? Все, ketdi bo'ldi, brat. Let's go. Qaysi sonni? Mana artoni, day. Bularga tegishimiz mumkin emas, chunki bular уже uychaga kirib olishgan. Qama, yima bilan o'ldirma. Ochinglar. Mana, kechapman. Omad tilayman, yaxshi o'ynadingiz. Tez. Kilometr qilyapsizlar-ku mana. Kim qulasa yana, brat? Bittadan qulasiz. Odamlar qo'sha. Qolganlarini yo'qinadilar. Keyin hamma uzumda olib qo'ydi. Hop, bilan. Brat, shuning uchun uzum tezkor tezlikda olishingiz kerak edi. Xafa bo'ldim, конечно. Nechesini bo'ldi? Chunki 2 ga 1 quvlashdi. Keyin ani uzum tezkor bor ekan, ularni prizligi, uni ushlab olsa 1,5 minut dam ekan, 1,5 minutmi, 1 minutmi? Uni ham bolalar hammasi o'z 4 ta narsani 4 tadan olib olishgan. Nimaga qolmadi? Shunga xafa bo'ldim. Kim yutadi? Men shu quvlaydiganlar yutsa kerak. Islom aka bilan Bobur aka yutsa kerak. Ishtirokchilardan bilingan to'g'risi. Всё, Babrello, давай, Babrello, gaz! Ой! Хоть! Ой, бля, брат, иди tishladilar. Brat, ay. Ukamchi, bekinib yurish yaxshi emas. Yo'q, kutib o'tirdim-da. Brat, yuguryapsiz. To'xtaki. Qarasga. Жимес! Все! Есть! Ой! Babrello слева! Ай! Отсюда! Voy, bilan tushunmadim sizni. Boshqalar qani? Boshqalar. Brat cho'kib ketmasak bo'ldi.
Qo'rqdimi? 2 kishiga ne rashidimda. Davay, Ali. Haqqa sakraydi. Bizaniki bitta ekan, lutchi brat yurib yuguramiz. Yechmayaptimi? Anlar ketib qoldi. Qiyin lekin qiyin. Babrelo, давай, brat. Brat, bu qaysi qattiq brat. Tutolmaymiz uni, tutolmaymiz. Muqaysiki tutaylik, Botir shot bor. Bola, tutaman dedim-ku. Gap. Bola. Islom aka Abjabor ustida hali ham addishgan bor. Juda tez yugurdim, addushil ekan. Chunki bu rolik ikkinchi marta kelyapman уже. O'shanga maksimalni o'zim ko'rsatdim. Juda qiyin bo'ldi, когда ular ikkalasi meni ugolga zaganiyat qilganda bitta joyga. Chunki ikkita tarafdan kelishyapti, men qatdan qochish bilmasdan lekin baribir qochdim. Ko'rasizlar highlightda. Menimcha Isroil aka edi. Muhassik menimcha u chiqib ketdi hozir. Menimcha chiqib ketgan bo'lsa kerak u. Chunki uni tutishdi oxirgi marta. Meni tutishgandan keyin уже Muhassik rostdan borishyapti. Bratga respekt. Strashni yuguryaptilar. Usayn Bolt. Chotki. Brat Muhassik qatdi, menga yo'qotgan bo'ladi shu. Muhassik, belki emas. Ottуда, brat. Вот он, topdi. Voy, блядь. Ana do'stlar, Islom aka javob bermadi gaplariga. Voy. Mana Babrello show oldi, Islom aka ushiyman deb aytuvdilar, lekin baribir ko'rdinglar, gaplariga javob bera olmadi. Mana Babrello o'shadi. Mana birinchi navbatda hech kim bu yerda favorit deb hisoblagan yo'q, chunki bilan sekin yugurishim. To'g'risi uydan chiqib ketayotganimda oyimga aytdim, "Oyi, ashuna qarochi qo'limacha bo'lar ekan, "Va sen sekin yugurasan-a?" dedilar menga. "Yo, opa, qarab turing, chiqamiz tepaga" desa bo'ldi, ishonaman dedilar opam. Opani endi oyi deymanmi? Oyim opa deyman. Bo'ldi, bosdilar opam. Keyin shu bilan gezam 2-chi raundgacha bordim. Challenge'larda ham ko'rdinglar, ularni tortib tashladik. Nozi Babrelloga respekt, haqiqatan Bobur aka. Ay, ulan. Garra, Victor sнял, брат. Mahomma sana, brat, mahomma. La, zo'r. Один момент bo'ldi, bitta moment bo'ldi. Shunda yonidan strechni o'tib ketdim, qo'lim mana shunda tegmay o'tib ketdi. Ato keyingisi sraz yutdi, nimaga tutdi? Oyog'imda narsa bor edi mening. Bo'lmasa tutolmasdi. Javob. Jahon ili Ali. Hozir o'yinda 3 ta ishtirokchi qoldi. Lekin keyingi basketbol challenge'ida yutqazganlarning orasidan bitta g'olibni o'yinga qaytaramiz. Tushirmaguncha o'ynaymiz. Bitta ham xatosiz hammasini tushirgan odam o'yinga qaytadi. Типа так, или вот так вот, смотри. Subasiz, kalma bro. Dondan zikka o'ynaylar, birinchi boshla. Davay, 1, 2, 3. Mendagi skam. Yo. Давай, dondan zikka, davay. Don zikka. Nima, birinchimi? Davay, dondan zikka. Все, oxirgimisan? Davay, Sara. Делай. Tushirsa, yutsang, ishtirok qilasan, tushundingmi? Yutsang o'tasan, tushundingmi? Tushundim. Yutsang, lekin narsa ishtirok qilasan. Davay. Bashini yuverimman-da. Rustam, bizani legendarniy obunachilarimizdan biri. Hozir Shuncha harakatdan keyin bosish kerak. Da, shuni qilib qochdilar. Isoga ko'rdingizmi o'zingiz? Brat, tutib bo'lmaydi, если что. Rustam Flash legenda, давай. Yaxshi! Делай, играй. Aura plus. Muhassik, no endi sen brat legenda, sen o'zingdan o'zing. Ishladik. Telefon boshlayapti. Sara aka hazil qilmoqchi bo'ldilar yana. Основатель Aura, давай. Oy. Давай!
Hadi bakalım. Давай. Majasiga otishmoqchi. İyi bilim. Şov. Ana sotib qo'yishim mumkin. Prosta tashlab qo'yishim ham mumkin. Orqa majasi kelishdi, orqa majasi otamiz. Oy. Muxassis ko'zi sotar ekan, ha, mana hozir. Hech kimni sotmayman. Do'stlar tushirsan obuna bo'lasizlar. Подписка hamma. Dakansanmi? Dakansa. Конечно, брат, projektor yo'q. Day tushirsang, keyingi bosqichga o'tasan ajoyib. Voy billah. Qo'yuvdi endi. Ne qochaman? Alqada ochadi. Voy bilim. Давай, брат, Rustamchik. Rustamchik! Men akaga o'zimni shansimni beraman. Brat keyingi etapga o'tsinlar. Bilan legenda, brat. Muxassis. Beshonlik. Rustamchik, bizani obunachimiz keyingi etapga o'tyaptilar. Yutqizganlar, mana bunaqa chiqib ketdilar. Еще Abri Kamachorni ham obunachilar ketvordilar, ularni chaqirishga ulgurmadik. Поэтому Rustam o'tyapti. Конечно, mana shu joyda jigarlar Dream Parkga katta rahmat deyman, chunki shunaqa katta parkni bizga berib turdilar, syomka qilish uchun. Menda millionta obunachi bu yerda ko'rib, rasm chiqib qoldi. Поэтому kelinglar bu yerga, может, bu yerda syomka qilayotgan bo'lamiz, xo'pmi? Mana shu suvlarni, boshqa narsalarni, hamma narsani bilasizlar. Mazza qilib vaqt o'tkazish uchun hammani Dream Parkda kutamiz. Делай играть, братишка. Ishtirokchilardan Ali, Isroilov, Botirshoh va obunachi Rustam qoldilar. Hozirgi challenge-da ulardan bittasi 10 kilolik sumka bilan yuguradilar. Qoidalar oddiy. Kim eng kam banka tushirsa, yutqizadi. Bolam yuguradi, kemaladi. Da, kim? Voy bilim. Voy bilim. Voy bilim. Voy bilim. Oy. Ya почитали? Хорош. Вы достаете оттуда. Что Я достаем? сейчас пару штук наполню, еще обратно поставлю. Да, тут нормально, брат. Сколько хочешь, 5 И ты что хочешь пьешь? Ага, и так килограмм было, да? Что-то. Ты че? Qo'shing uchun desam. Finaldan bitta oldingi Zabek, Isof aka. Bizda hozir 4 ta ishtirokchi bor, to'g'rimi? 4 tadan biz 2 tasini tutishimiz kerak. Keyin esa final bo'ladi, 2 tasini orasida. Majga o'shatdami? Da, bola, mana shu bola, ну, примерно bir 7 kilo bor mana shu yerda, короче. Ya, tayyormisiz? Xirob qolsin. Ketdi! Ota, nechasida? Yuguring, brat. Brat, ushlab qol. Yuguring. Uzun Discord'dan, o'zimga o'xshagan Discord dastavga keldi. Ali bilan Isroilov yana bir bor uzum tezkor paketini ushlab olib, 1,5 minutga xavfsiz joyda dam oldilar. Все, давай. Ketdi bolalar. O'yin boshlandi. Yemay qo'ying. Gap. Chandimi? Tutdim bo'ldi. Xo'p, meni Isom aka ushadilar. Menda 7 kilolik sumka bor edi, og'ir edi. Mayli. Qo'ldan kelgancha qildik. Keyingi roliklarda xudo xolasa yutamiz. Bu yoqqa Jahon. Bu yoqqa. Murat, qani suk. Voy.
O'tkazmay! Voy, billah sotqim. Bu joyda Islom akani oldidan Isroilov o'tib ketdilar, lekin Islom aka tutishga harakat ham qilmadilar. Shunda men bitta narsani tushundim. Işte ular billa o'ynashyaptilar. Men esa obunachim tarafini oldim. Chunki Rustam yutqazib turgan joyida o'yinga qaytib keldi. Endi nima qilganimizni hozir o'zlaringiz ko'rasizlar. Brat, sotdingiz, hozir ko'rdim. Ko'rdim. Ya вижу. Yo, men yashirmayapman, brat. Men yashirmayapman. Ali yoki Isroilov? Bittasini tanlaylik. Давайте donazchi. Siz Isroilovmi, Ali? Давай, Ali, keyin finalda jahon. Okey, давай. Deydimi? Nice! Хорош. Ko'rdinglar, o'zlaringiz juda qiyin bo'ldi. Mana polofinalda Islom bilan Baburilov gaplashib olib quvlashdi. Islom ushlab oldi. Emotsiya keladigan bo'lsak zo'r bo'ldi. O'zi challenge общий olib qarasangiz juda zo'r bo'ldi. Xudo xolasa endi jahonga omad tilaymiz, jahon finalda. Yana bir bor eslatib o'taman. G'olibni prizovoy summasi sizlarning qilisizlar. Qanchalik ko'p obunachi mana shu videodan obuna bo'lsa, shu miqdorni 200 ga ko'paytiraman. Misol uchun, 5000 obunachi kelsa, million so'm beraman. 15000 obunachi kelsa, 3 million beraman. Поэтому hozirgina obuna bo'lib qo'yinglar. Biz 400 mingga qarab ketamiz deganlar. Давайте, поддержкада bo'linglar, biz esa finalga o'tamiz. Endi finalning qoidalarini tushuntirib beraman. Ikkita o'yinchidan bittasida to'p qo'lida bo'ladi. U ikkinchi odamga to'p tekkizib, berib yuborishi kerak. Men 4 minut vaqt beraman. 4 minut tugaganida kimda ko'p to'p bo'lsa, o'sha yutqizadi. Lekin obunachi Rustam va Isroilov necha vaqt berganimni umuman bilmaydilar. Va qaysi moment o'yin tugashini ham bilmaydilar. Shu bilan o'yin qiziq bo'ladi. Qani bo'lsam, grand final boshlanyapti. Bizda ikkita legendarniy ishtirokchi Rustamga qarshi Isroilov Junior. Let's go! Endi savol, hayajon bormi yo'qmi? Realmi? Yo'q. Вообще? Nimaga? Nima hayajon? YouTube. Победа. Bilashga nastroy bor, brat. Hayajon yo'q. Hayajon ozgina bor baribir, lekin men shuncha bosib keldim, mana shunaqacha antni shuncha qochdim degan. Hammadan qochdim, bitmasam. Siz kemada paytida, kema paytida. Shundaysa, donazga o'ynaylar, kimda ko'proq boshlanadi. Davay. Oy. Jigarchi, tayyormisiz? Ketdim. Okay, yuramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ne, brat? Oppa, brat, birinchi marta Siz taniysin. Otdi. O'ylaninglar. Qoch. Vaqt ketmasdi, bolalar, vaqt ketyapti. Jo'xlar orqasidan Мяч, у меня. Isroilov Junior!
Umuman tushunmadingizmi vaqtni? Yo'q. Lekin boshida nima? Boshida sanayotgandim 1 minut deb o'yladim. 1 minut. Keyinchi bo'ldimi? Keyin уже всё. 1 minut, 1,5 minut sanaydi. Красавчик, рад. 1,5 minutga. Respekt. Maestro Rustam, хорошо сыграл. Аплодисменты! Legenda! Yana bir bor aytib o'taman. Bu videodan qancha obunachi kelsa, shu miqdorni 200 ga ko'paytirib, kartasiga tashab beraman akamga. Misol uchun 10 ming obunachi kelsa, sizga 2 million tashab beraman. Bo'ldi, bo'ldi. 20 ming obunachi kelsa, 4 million tashab beraman. Давайте 10 mingta odam obuna bo'laylik, 2 million ishlab olib, uyga non olib qo'yaylik. Respekt. 10 ming kamda otdilar. 100 mingta aka. Voy bo'li. Let's go. Ey, men 20 million ham chiqmaydi. 10 million 100 mingta kam. Mana jigarlar, shunaqa video bo'ldi. Isroil Junior bugun chempion bo'lib ketdilar. Ezitlarni kutaman. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariyda qaysi personaj yoqqanini yozib olinglar. Qaysi o'yinchi? Sizlar bilan Baburay oladi. Let's go jigarlar. Gaz dialog, let's go!